Ha, oldin shunday edi. Hozirgi Zilola esa mutlaqo boshqacha. Men eng sevgan joylardan biri sport maktabiga keldik. Bu yerda nima bilan shug'ullanishim sizga qiziqmi? Unda qani ketdik. Eng muhimi bu hayotda insonning o'z maqsadi bo'lishi kerak. Bo'ldi. Endi oldiga o'tamiz, oldiga. Ustoz, kuchim qolmadi. Ozgina ishlaymiz, bo'ladi, xudo xohlasa. Oldiga qo'l cho'z. Hop, pastga tushiramiz. Hop, anga. Men hozir o'zimni shu holimcha yaxshi ko'raman. Chunki men eng zo'rlariga munosibman. Eng katta orzuyim Paralimpiada chempioni bo'lish va vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Men tanlagan yo'l mashaqqatli, lekin men qo'rqmayman. Chunki meni qo'llab-quvvatlaydigan ota-onam va ustozim bor. Menga yana nima kuch beradi, aytaymi?